Kamina Isaxonov bir qancha yil yashab o'tgan jonajon sevimli qishlog'im Arsev qishlog'ini sizlarga obzor qilib beraman. Mana Adirlarda qo'y boqib yurardim, mashlarda cho'milib yurardik. Yugurib kelib, sakrab. Bu chinor o'sha biza yoshlik paytda ham bor edi. Har xil yomon ishlar qilishni boshlashdi. Oxir oqibat buzilib ketdi. Xullas, mana shu kichkina kanalcha deyilardi, mashlarda cho'milib yurardik. Mana bu joylarda ayrim joylari toshliq holatida bo'lardi. Bodomlar, o'riklar ekilmagandi ba'zi joylarda. Bir xil joylarda qulpinoy bor edi, mana haligacha davom etishyapti bular yetishtirishda. Mana shu Adirlarda, mana Adirlarda qo'y boqib yurardim. Mana bu bo'lsa, mana yaqinroqdan ko'rsatay. Bu Nargiz degan kafe bo'lardi. Mana bu pastdan bu yoqdan ko'rinmayapti. Xullas, tepadan chiqib ko'rsataman bu joyi. Xullas, mana shu pastda Quvani yo'li bor. Farg'onadan Andijonga qarab, Quvaga qarab ketishda shu joydan ham ko'rinardi mana shu Nargiz kafesi. Xullas, chiroyli, obro'li joy bo'lgan, dam oladigan joy bo'lgan. Bora-bora ochig'ini aytganda nas joyga aylanishni boshladi, kelib ichib, xullas har xil yomon ishlar qilishni boshlashdi. Oxir oqibat buzilib ketdi. Arsev qishlog'i asosan shu qulpinoy o'rik yetishtirish bilan, boshqa meva-chevalar yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Ularni daromad manbai desa ham bo'ladi, xullas. Mana shu hammasi qulpinoy. Bu yoqda o'riklar, masalan, shaftoli, bodom tepaladi. Mana ko'rib turganinglardek, bular hali ham shu qulpinoy yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Bu hech qanaqa teplitsa emas. Mana aynan quyosh nurida pishgan. Mana chiroyliligini qarang buni. Quyosh nurida pishgan qulpinoy ko'rinishi ham boshqacharoq bo'ladi. Endi qulpinoy bo'yicha mutaxassis emasman-u. Quyosh nurida pishgan qulpinoy ta'mi ham, ko'rinishi ham boshqacha bo'ladi-da. Bismillah. Mazasidan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Dalada quyosh nurida pishgan, tabiiy yo'l bilan pishgan qulpinoy. Zo'r. Obzorda davom etamiz. Mana bu yoqda ko'rib turganinglardek, o'riklar ham pishishni boshladi, hali to'liq pishmadi. Yeb ko'rdik, ozgina mazasi bor. O'tlarda oldin o'rik zor bo'lmagan, keyinchalik ekishgan, boshqa narsalar ekishganida oldin sekin-sekin bog'i ko'paytirib, shu darajaga yetkazishibdi. Bu qishlog'i sal ko'rinish boshladi. Biz tepaga qarab yo'l olamiz, tepada obzor qilamiz. Endi mana bunaqasi gapiraymi, qanaqasi? Ochig'ini aytsam, bunaqa YouTube formatda, ya'ni gorizontal formatda birinchi marta video olishim, ya'ni selfie qilib. Oldin mana bunaqasiga olib yurardim. Doimiy Reels obzor uchun mana shu qulay. Endi bunaqasiga olib gapiraymi? Bunaqasiga olib gapirsam, bunaqasiga ko'rsatsam aylanish bo'ladimi? Xullas, biz tepaga qarab intilyapmiz. Bu joyda nimaga to'xtadim? Aynan mana shu joyda o'tirib olib, topil degan hasharotni obzor qilgan edim. Uni profilga joylaganman, Instagramda ham bor, ko'rishinglar mumkin. Xullas, qaysidir viloyatda kuldurgich, qaysidir viloyatda guldirgup, yana bir qancha nom bilan atashadi aynan ana shu hasharotni. Bu Arsevda shu men bilganim topil deyshadi. Bu haqda qanaqa nima hasharot u profilda joylaganman, videosi bor. Topil degan. Endi havo hozir mamlaqa, bunaqa havoda menimcha topil topa olmayman. Topil deb qidirsam ham topa olmayman u narsani. Endi kun issiq bo'lgan paytda chiqadi u. Qurigan tuprog'i ichida yamacha, chuqurcha qaziydi. Chuqurchaga tushgan hasharot tepaga qarab intiladi, lekin chiqa olmaydi. Ana shu tepaga intilayotganda qumlar tushish, qum zarrachalar tushish natijasida qumni tagida yashirinib yotgan o'sha topil chiqadida, u shoxi bor, ana qisqichi bor, xullas o'sha bilan hasharot ushlab turpog'ini tagiga olib kirib ketadi va uni yemiga aylanadi. Men aynan ana shuni chumolida ko'rsatib berganman. Endi u hasharotni qanaqa ov qilishini ko'rsatib berish uchun men majbur edim mana shu chumolini olib o'shani iniga tashlab ko'rsatib berishga. Undan keyingi videoyimda topil qasos deb joylab qo'yganman videoni ham. U yerda aynan o'sha topilni o'zini ushlab, chumollarni iniga tashlaganman va menimcha bir bo'lgan, ya'ni missiya bajarilgan, chumollar qasos olishgan, xullas shunaqa gaplar. Biz obzorda davom etamiz. Biz cho'qqini zabt etdik, ya'ni o'sha boya pastdan ko'rsatgan adirimga chiqdim. Unaqa baland joy emas, yaxshi, tepa
qishloq ko'rinishi yaxshi ko'rinadi bu yoqdan. Bu chinor o'sha biza yoshlik paytda ham bor edi, haligacha bor. Bu yoqda yana bitta sherigi bor edi, u qurib tamom bo'lgan menimcha. Mana shu adirlarda ham, bu yoqlarda ham qo'y boqib yurardim. Bu bo'lsa o'sha boya ko'rsatgan Nargis kafesi. Mana ko'rib turibsizlar, qanaqa xarob ahvolga kelgan. Oldin chiroyli, so'lim joy bo'lgan. Ko'pchilik kelib dam olib ketgan bu yerda. Nima deydi, oshlar qilishgan. Oshna-og'aynilar oilaviy kelib dam olib ketishgan mana shu joylarda. Mana bu yo'l bo'lsa, to'g'ri ketsa Quvasoyga ketadi. Dalsha Juma bozor yana nimadir degan qishloqlar bor. Xullas mana shunaqa. Bu yoqda mana pastda hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Boyagi men sizlarga aytgan yo'lim. Mana Damaslar qatnayapti. Damaslar yurayotgan yo'l aynan o'sha Farg'onadan Andijon Quvaga qarab ketadigan yo'l. Bu shu arsivni yuqoridan ko'rinish holati. Obzor qilishda davom etamiz. Nargis kafesi haqida yana bitta ma'lumot aytish esimdan chiqibdi. Mana shu qo'lim aynan ana shu Nargis kafesida singan. Bitta o'rtog'im bilan hazillashib, o'girilib zinaga qilganman va qo'lim singan. Shunaqa gap. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu hammasi o'ris daraxt deydimi, nima deydi buni, juda ham sassiq daraxt. Biz yoshlik paytda mana shunaqa kichkina tolasidan, tolasidan, niholidan bitta dona mana shu yerda qattadir bo'lardi. Hozir ko'rib turibsizlar, qanchalik ko'payib ketgan. Bu soyasini hisobga olmasa, juda ham keraksiz, juda ham sassiq daraxtlardan bittasi. Mana shu truba va pastida kanalcha, mana ko'rib turganingizdek. Bu kanalchadan hech qachon suv oqmagan, ya'ni biz yoshlik paytda ko'rgan bo'lsak, hech qachon suv oqqanini ko'rmagan mana shu kanalda. Xullas mana shu trubadan kirib chiqib o'ynab yurardik. Va bu yoqda o'riklar bor. Hozir bu yoqda bodomlar ekib tashlashibdi. Oldin juda ham ko'p o'rik bo'lardi bu atrofda. Va ertalab vohlik kelib, yerga to'kilgan o'riklarni terib olib, mana shu kanalchaga olib kelib to'kardik, ya'ni oftobda quritish uchun, qoq qilish uchun, o'rik qoq qilish uchun olib kelib to'kib, quritardik. Qurigandan keyin olib borib qopga joylardik. U yeyish uchun, sotish uchun, xullas shunaqa. Mana jiyanlar qo'y boqib yurishibdi. Bu yoqda o'g'ilcha akasi bilan bir paytlar biz boqqanmiz mana shu yerda. Bu yerlar to'la o'rizor bo'lardi mana shu yerda. To'liq o'rik daraxtlari bo'lardi. Hozir mana shaftolilar ekib tashlashibdi. Shu boya ko'rsatgan kanalcham o'sha yerdan boshlanib mana shu yergacha kelgan. Mana bu yoqqacha kelgan. Bu yoq yana darsh ketgan, Arsiv qishlog'ining ichiga qarab ketgan oq. Xullas, skuter haydash uchun oldim. Mana shu skuter. Lekin bu yerda gaz o'ng qo'lda ekan. Men bo'lsam, mashina rulini ham, telefonni ham, velikni ham chap qo'lda yaxshi boshqaraman, o'ng qo'limda unchalik boshqara olmayman. Demoqchi bo'lganim, harakatlanish uchun gaz berishim kerak. Chap qo'limda rulni boshqarishim kerak. Telefonni o'ng qo'limga olib, chap qo'lda gaz bera olmayman, rulni boshqarishim kerak. Chap qo'lda rulni boshqarsam, gaz berishga qo'l yo'q xullas. Bismillah. Biz harakatlandik va nihoyat amallab asta qilib ketyapmiz. Bu yoqda mana yo'l. Telefonim tushib ketmasin-da, bir amallab skuterda vagonchagacha yetib oldim. Bu yoqda ko'rib turganingizdek hovuz. Biz yoshlik paytda bunchalik katta emasdi, ham sayoz bo'lgan. Mana shu joydan yugurib kelib, sakrab biz cho'milardik mana shu hovuzda. Mana bu tandir, oldin bu yerdan bo'lmasdi bu tandir, bu qo'yxona. Mana bu vagonchada biz kechqurun uxlab qolardik. Haligacha bor shu vagoncha. Xullas, qulpinoy, gilos, o'rik, oq tutuq, qora tutlardan mazza qilib to'ygunimizcha yedik, uyga olib ketish uchun ham terdik va kechga yaqin qo'l bola qilib, zo'r qilib osh qilishdi va hammamiz yig'ilib davrada oshni mazza qilib yedik. Mana bunaqa davrada ana shunaqa katta laganda osh yeyish gashti boshqacha. Xullas, bu obzor qilgan joylarim asosan men o'sha qarindoshlarimnikida yashab yurgan, o'ynab, kulib, qo'y boqib yurgan joylarimni ko'rsatdim. Keyingi videolarda xudo xolasa arsivni umumiy obzorni qilib beraman. Xudo xolasa sizlar bilan obzorda Isaxonov bo'ldi. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib, videoni yaqinlar bilan ulashib qo'yinglar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz.